Vitaminlarni ko'p iste'mol qilish odam organizmi uchun foydalimi yoki zararli? Keling tanishib chiqamiz. Vitamin A ko'rish o'tkirligini oshiradi, ya'ni tunda ko'rish qobiliyatini kuchaytiradi. Kollagen ishlab chiqarishga yordam berib, teri soch holatini yaxshilaydi. Ko'p iste'mol qilish oqibatida esa bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, jigar faoliyatining buzilishi, teri qizarishi va quruqlashishi kabi holatlarni keltirib chiqaradi. Vitamin D kalsiy so'rilishini oshirib, suyak va tishlarni mustahkamlaydi. Organizmni virus va bakteriyalarga qarshi himoya kuchini oshiradi. Serotonin gormoni ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlaydi va stressni kamaytiradi. Ko'p iste'moli esa ko'ngil aynishi, yurak ritmini buzilishi, buyrak muammolari, qonda kalsiy miqdorining ko'payishiga olib keladi. Vitamin C oq qon tanachalari faoliyatini kuchaytiradi, organizmni infeksiyaga qarshi kurashish qobiliyatini oshirib, immunitetni mustahkamlaydi. Hujayralarni shikastlanishdan himoya qiladi, ya'ni qarish jarayonini sekinlashtiradi. Ko'p iste'mol qilish oqibatida oshqozon bezovtaligi, buyrakda tosh hosil bo'lishi, organizmga temir moddasini ortiqcha so'rilishini hosil qilib, jigar va yurakka zarar keltiradi. Shunday qilib, vitaminlarni me'yorida iste'mol qilish har bir organizm uchun foydali. Sizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring.